asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l. Buni kelib chiqish sababi nimadan? Nima uchun bir xil insonlar asli o'zi qanaqa bo'lsa o'shanaqa ko'rsatmaydi jamiyatda. O'zini yaxshiroq ko'rsatishga harakat qiladi, o'zini chiroyliroq ko'rsatishga harakat qiladi, o'zini aqlliroq, boyroq ko'rsatishga harakat qiladi. Buni kelib chiqishi taqqoslash, solishtirish, o'ziga bo'lgan ishonchini pastligi sababli paydo bo'ladi. O'zini qandoq bo'lsa shundoq qabul qila olmagan odam kimgadir o'xshashga harakat qiladi. Uni chunki uydagilari qabul qilmagan, qandoq bo'lsa shundoqligicha. U har doim kimgadir o'xshash kerak bo'lgan. Shunda uydagilari uni yaxshi ko'rgan. U har doim o'zini qidirib yuradi. O'zini qandoq bo'lsa shundoq qabul qila olgan odam va uydagilari ham uni qandoq bo'lsa kamchiliklari bilan, muammolari bilan, yutuq yutqizganlari bilan qandoq qabul qilsa, shundagina u o'zini shunaqa qabul qilishni boshlaydimi? O'zidan mamnun bo'ladimi? Unga farqi yo'q atrofdagilar u to'g'risida nima fikrda. U o'zi to'g'risida fikri bor-ku. O'zini kamchiligini ham biladi-ku. Aytolmaydi ochiqchasi. Shu bolada aytadi-yu, nima muammoyim bor desa, ozgina yolg'onchiroqman deydi-yu. Aytdi-yu o'sha ham kamchilik. U o'ziga bo'lgan ishonchi borki, shuni aytyapti. O'sha kamchiligini aytgani uchun xompish aralash olma beryapti boy. Qachonki inson o'zini o'sha kamchiliklari bilan qabul qila olsa, shundagina u asl yuzini ko'rsata oladi jamiyat.